Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari, hurmatli kanalimizda mehmon bo'lib turgan do'stlarimiz, sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Yaqin 10 minut mobaynida vaqtingizda olmagan holatda, xudo xolasa, bugun stol-stullarni haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozirgi turgan joyimiz Andijon mebel markazi. Do'stlar, bilasizlar, Andijonda mebellar eng optim, eng arzon joylari. Xudo xolasa, mana obloshkamizga ham eng arzon joydan stol-stullar deyilgan. Bu rostdan arzonmi, nima hisobiga arzon, bularni hammasini video davomida ko'rib chiqamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz ham tayyormiz. Videoda xudo xolasa boshladik. Do'stlar, bu arzon degani endi bu bir dona stol 200 ming so'm ekan, 100 ming so'm ekan emas. Buni nima uchun arzon deb yozib qo'yganmiz videoda tepasiga? Bu o'zini ko'rinishiga, ishlatiladigan mahsulotlariga nisbatan, xomashyolarga nisbatan narxi arzon deyilgan. Endi buni bu bo'yicha to'liqroq ma'lumotni ishlab chiqaruvchi o'zi Hoji akam. Assalomu alaykum yana bir marta. Hoji akam o'zi anchadan beri mebel qiladi, stol-stul ishlab chiqaradi. Buni ichiga nima qo'ygan, qanaqa daraxtdan yasalgan, o'zi to'liqroq ma'lumot beradi, sababi o'zi ishlab chiqaruvchi. Bu yerda hech qanaqa shu Andijon mebel markazida, xudo xolasa qo'rqmasdan ayta olaman, olib sotarlar bo'lmaydi. Ustalarni o'zi xudo xolasa savdoda turadi. Xo'p, aka, mebel markazi yangi bo'lgan, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Qaysi kunlar ishlayapti? Bu mebel yangi bozor belgi o'tdi. Jahon bozoridan yangi ko'chib. Asosiy bozor payshanba, yakshanba ustalar chiqadigan kuni. Qolgan kunlari ham mana dushanba, seshanba, chorshanba kunlari vaqti borlar chiqib ustalar bemalol savdosini qilaveradi. Tushunarli. Shunaqa joy. Shuni bo'yicha o'zi har kuni bozor bo'ladi, ochiq bo'ladi, bozor ochiq bo'ladi. Lekin asosan ustalar payshanba, yakshanba chiqadi. Asosiy ustalar. Asosiy ustalar. Haqiqiy egalari Siz ustalar. xudo xolasa o'zingiz mashina bo'lasiz. Shogirdlar ko'p. Shogird o'g'illar bilan birga oilaviy qilamiz, xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. Ustani o'zini manzili, sexga kimdir bormoqchi bo'lsa, ko'rmoqchi bo'lsa, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Lokatsiyasi kerak bo'lsa, bemalol yozaverasiz. Bemalol. Bozorda lokatsiyasini ko'pchilik so'rayapti ekan. Bozorda lokatsiyasi kerak bo'lsa, Yandexgami, Googlegami kartasiga Andijon mebel markazi deb yozsangiz, o'zi lokatsiyasi chiqadi. Xo'p, tushunarli. Aka, qayerdan boshlaymiz? Mana ishlar bizdan o'zimiz qilamiz, xudo xolasa. Tushunarli. Mana ishlar shu fason sexlarda chiqqan, mana maydan olsangiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Stullari nimadan yasalgan aka bu? 100% yong'oqda yasalgan. 100% xolasa, yong'oq ishlarini, taylarini ham mana ko'rsatib, mana bu tayga MDFlar qo'yamiz, kashaylargacha yong'oq qilib, xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin. Shu detallarigacha yong'oq. Boshqa narsa xudo xolasa aralashmagan. Rezinkalargacha qoqilgan. Endi xonaga kelsak, xona emas, materiallarni tushuntirib o'taylik, Isroiljon. Bu material ham mo'shi material, villur material emas. Tushunarli. Machalkalari 10 yarim. Orqalari to'liq uchlik machalka, qiyiqim emas, orqalari butun. Gap bo'lishi mumkin emas. Orqa suyanadigan joyida 3 santimetrli machalka qo'yilgan, ishlatilgan. O'tiradigan qismiga, demak, 10,5 santimetrli machalka qo'yilgan. Gullar o'rtaga kelgan ekan, har bittasini ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Ishlovlari, orqalarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Orqalari broshka qilingan ekan. Endi buni xohlaganlarga oldi bilan bir xil material ham berilaveradi, zakasiga qarab berilaveradi. Bu yer do'stlar, klient xohishiga qarab qilinaveradi. O'zgartirishlar, mana hozir qolganini ham ko'rsatamiz. Yorjon, o'ziga qarab fasonlari ham o'zgaraveradi. Narxlari ham, fasonlari ham mana bularni xonlari xon taxta bo'ladi endi. 100% MDFda bo'ladi. Mana oyoqlarigacha, mana gullarini ham ko'rsatsangiz, gap bo'lishi mumkin emas. Tepasida lakam sepilgan. Lakam sepilgan. Ko'pchilik lak sepmaydi. Lak sepilmaydi ko'pchilikda. Ko'pchilikda lak sepilmay qo'yadi. Sovuq suvda xohlasa ishlatiladi. Ishlatiladi, artib ishlatilaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir 12 kishilik aka. Ha, bu 12 kishilik. 12 kishilik. Buni bambu gul deb qo'yamiz. Bambu gul. Bambu gul, o'rtada bitta atir gul. Oyog'i 9 oyoq. Oyog'i 9 oyoq, 9 deyiladi. santimetr bo'ladi, 9 ga 9 bo'ladi. Brusdan ishlab chiqariladi. Bu roverdan chiqqan oldilari oyoqlari. Bu hech qanaqa plastmassa gullar yopishtirilmagan, demak, shampan svetda ekan. Narxi aka, ko'pchilikga qiziq. 8 million qilib beramiz. 8 million qilib beraveramiz.
qilib beramiz. Undan kamiga Undan kamiga bor, undan kamroq ishlarimiz ham bor. Hozir ulardan ham ko'rsatamiz, farqlashib olaveradi. tushunarli. Undan kamlari ham bor. Ular bu 9 oyoq baland ish, katta ish, ko'rkam. Shuning uchun bu narxlari shunaqa chiqadi. Tushunarli. Hoji aka, bu kanalda yurgizishdan oldin men bitta narsani o'zimga maqsad qilganman. Mebellarni obzorini qilamiz. Xudo xolasa, qanaqa mebel sizga obzori kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Biz shuni obzorini qilib beramiz. Hoji aka, faqat shunaqa niyat qilganman aka. Borini bor, yo'g'ini yo'q deb gapiramiz. Hech qanaqa maqtash yo boshqa biz reklamaga yolg'on gap emas. aralashtirilmaydi. Hozir aka mana mashina machalkalari nechi plotniyligi? Plotniyi 10,5 santimetr, plotniysi 16. 16 plotniy. 16 plotniy. Xo'p, gap bo'lishi mumkin emas. Hoji aka aldamadi. 16 plotniyli machalka, chunki o'zim ham usta bo'lganman. Hozir ish qilmay qo'yganmiz, o'zi biladi. 19, 22 deb yolg'on gapirishni hojati yo'q. Gap yo'q. Bor gapni aytaman. Buni so'raganim sababi aka 16, 19, 20, 22, lekin zakazga qarab qilib Qilinaveradi, o'zgaraveradi. Men oldingi videolarda ham ko'p ko'rganman-da aka. Bular deydi tepda narsa ishlatadi, deydi, shuning uchun arzon, unaqa bunaqa. Yo'q, do'stlar. Siz asha ko'rgan magaziningizda qanaqa mebel bo'lsa ham ishlab chiqarib beradi. O'zingizlar aytib, misol menga machalkasi manaqasini ishlatinglar, kraskasini bunaqasini ishlatinglar desanglar, zo'rlarini chiqarib beradi. Chiqarib beramiz, xudo xolasa. Haqiqiy. Gap yo'q. Endi buni plotniyligi deganimiz yana bitta tushuntirib o'taman sizlarga. Buni machalkani yumshoq qattiqligi 16 plotniy, misol uchun 3 yil, 4 yil xizmat qiladi, bemalol. Qo'rqmasdan ayta olamiz, sababi o'zimiz ham 16 plotniy machalka ishlatardik. Endi 22, 23, 20 plotniy machalka bo'ladigan bo'lsa, unda 5-6 yilga bemalol yetadi. Hozir bu 3-4 yilga yetadi. Bemalol. Oy devordimi? Birinchisi 3-4 yil. 3-4 yilga yotmasdan xizmat qilib beradi. Xo'p, keyingisi. Bu kapalak oson. Kapalak fason. Yong'oqda bo'lgan bu ham 100% yong'oq. Bu materiallari ham mana billur emas, mo'shi materiallardan. Mana o'rta plankalar, arqa gullari ham kelgan bir xil. Taylarni ham mana qilib qo'yganmiz. Gap bo'lishi. 100%. Stullar 100% yong'oq. 100% yong'oqda bo'ladi. Buni machalkasiga garantiya beraverasiz. Xudo xolasa necha yil bo'lsa xizmat qilaveradi machalkasi. Tushunarli. Behijolat machalka. Bu yog'i ishlatishga bog'liq. Ishlatishga bog'liq. Hoji aka, hali 3 yil deganimiz sababi bizni o'zimizni uyga ishlatgani olib qo'yganmiz-ku. Uyga ishlatgani tashqarida turadi, unda doimiy odam o'tiradi, 3 yilga xizmat qilgan. Lekin endi bu qo'hmay garantiya beraveramiz. Bu machalkaga o'zim olaman. Hali bir machalka emas, butun yangi machalkalardan qo'yiladi-da bu. Ko'rka machalka emas. Nima machalka emas. Bu kapalakda oq posoni. Mana sizlarga xonlar lahlangan xon taxta bo'ladi mana. Xon taxta bo'lishini mana uni bunday yotkizib qo'yadigan bo'lsa, ikkalasini ham. O'sha xon taxtani oyog'ini razmerida 35 santimetrlik bo'lib, 35-40 santimetr xon taxta bo'ladi. Bu oq posoni. Razmeri necha aka? 320 ga 120. 320 ga demak, endi 120. 12 kishilik. 12 kishilik bunimiz ham. Buni 16 kishilikmi, 14 kishilikmi qilib beraveramiz zakasi bor. Mana bunisi karishni posonimiz. Bu mebelnisi. Mebelni karishni poson. Bu ham o'zimizni qo'l bu ham 100% yong'oq yog'ochda 100% yong'oqda bo'lgan. Material, machalka hammasi Endi buni oq taylarga oq MDF qo'ygan bo'lsak, buni taylariga mana qilib o'zinikidan moslab qo'yiladi. Zo'r. Endi do'stlar, bitta narsa ma'lumot o'rnida, aka, men o'zim ishlab chiqargan paytim ham juda ko'p savol bo'lardi. Bu yerlarga kraska sepmaysizlarmi degan narsa. Endi kelgan mehmoningiz birinchidan bunaqa qilib tayini ochib ko'rmaydi. Ikkinchidan siz yog'ochni nimadan ishlatilganligini mashinaga qarab bilib olasiz. Biz bu yerga ham kraska sepib qo'yadigan bo'lsak, unda odamlarda shubha bo'lib qoladiki, hech kim sepmaydi ekan bu yerda. Demak, bu bakatera yo boshqa narsa shekilli degan narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun ichiga sepilmaydi. Endi yana bitta narsa do'stlar, bu kraska lakka chiqarilgan. Yaqinroqdan ko'rsatasiz. Yong'oqda o'zini teksturalari ko'rinib turibdi, mana chiziqlari tabiiy holatda chiqarilgan. Bu lakka chiqarib, kollerdan birinchidan bu rangni chiqarib olish o'zi oson emas. Ikkinchidan sepib olish ham oson emas. Bu ola bo'lib ketib qolishi mumkin. Shu sababdan ko'pchilik bunaqa rang chiqarishdan qochib nitraga o'tib ketgan.
Buni biz nitro deymiz. Bu uncha-muncha narsani yopib boradi mana. Jigar rangsi deb ko'rishingiz mumkin mana. Bu nitro kraska. Bu lekin lakka chiqarilgan ko'lli. Gap bo'lishi mumkin emas. Rangi ham tekis qilib Materiallari ham o'ziga moslangan. Gullarigacha kelgan mana. Arqa oldi gullari ham kelgan mana. Material arqa oldi gullari hamma yo'g'i villur ishlatilmagan. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka narxi behijolat ish. qanaqa? Bularning narxini oxirini ashidan 7,5 million qilib beramiz. 7,5 million. Ha, 7,5 milliondan qilib beramiz. Buni ham. Buni ham xon taxta bo'ladi. Buniki ham xon taxta bo'ladi. Yana telefon qilishsa ma'lumotni yana gaplashaveramiz. Hozir bular vaqtini ko'p olmagan holatda obzor qilib o'tib qo'yamiz. Tushunarli. Ustani telefon nomeri ekraningizning pastki qismida turibdi. Bemalol telefon qilsangiz endi bunisi bo'ladi. shuni hozir ko'rganinglarni besplankasi. Cobra Poson deyiladi. Bu ham yong'oqda. Buni ham xon taxta qilib ishlatilaveradi. Chester qilingan, Chester qilingan, orqalari broshka. nimali? Gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham 320. Ha, 320 ga 120 bu ham. Buni 7 million qilib beramiz. 7 million. Ha, 7 million qilib beraveramiz buni. Xo'p, buni bu kapalak fasonlardan arzon bo'lgan sababi o'rtada plankasi yo'q. Bu birinchidan, ikkinchi sababi nimada? Materiali buniki sal arzonroq. Arzonroq. Sal. Mana latta materiali bu barqli, bu gulli. Agar gulli qilib bersa, yog'och ham kam ketgan bunda, yong'oq yog'och. Shuni hisobiga. Lekin bu teppa ekan, unisi yaxshi ekan degan narsa emas. Hammasini ishlovi xudo xolasa bir xil. Mana bunimiz kichkina 3D. Hozir birinchi ko'rganimizda kichkinasi Isroiljon. Bu ham yong'oqda bo'lgan, oyoqlari gulli. Buni ham mana arqa fasonlari hamma yo'g'i. Buni ham xon taxta bo'ladi Isroiljon. Bu ham 100% yong'oq. Buni 7 million qilib beraveramiz. 7 million so'm bu ham. 7 million. Gap yo'q ekan. Bu ham 100% yong'oqda bo'lgan-ku. Yana bularda kerakli insonlar telefon qilganda yana bir ma'lumot berib, telefonda aloqalashaveramiz. Telefonlashib, gaplashaveramiz. Tushunarli. Aka endi hozir ko'rsatamiz. Ha, mana poson qoldi. Mana posonimiz oddiy poson, Cobra poson, oyog'ida guli yo'q. Bu ham yong'oqda bo'lgan. Xoni ham xon taxta bo'ladi. Buni 6 million 200 ming qilib beraveramiz. 6 million 200 ming. Faqat oyog'ida guli yo'qligi uchun. Demak, buni bu mebelnisi, bu shampani. Mebel rangni chiqarish qiyinroq, shu sababdan bu endi hali injoligi ko'p. Injoligi, rasxoti tushunarli. Shunga bog'liq. Rasxoti ham o'ziga yarasha. Klientlarda o'sha nimalarni telefonlab yana xohishiga qarab qilib berilaveradi. Mana qilib o'zgartirish kerak desa, unga qarab o'zgartirib, chiroyli qilib, xudo xolasa, ko'nglida ish qilib beramiz. Uyini gilamiga, gilamiga, aboylariga, pardalariga moslab chiroyli qilib beraveramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, hozir ko'rsatgan ishlarimiz hammasi 12 kishilik, lekin bu degani faqat 12 talik ishlab chiqarar ekan degani emas. 14 ta, 16 ta nechtalik bo'lsa ishlab chiqarib beradi ustani o'zi. Xo'p, hozir aka biz ko'rsatganlarimiz demak 6,5 milliondan qimmat ishlar ekan. Sizda sexingizda chiqayotgan eng arzon stul fasoni qanaqa bo'ladi? Narxi necha bo'ladi? Fasonlari arzonlari bor, lisvaylar. Ularni ham 3 million 300 ga beraveramiz. Xona mana bunaqa bo'ladi, xona. Lisvay fason deb siz hozircha suhbatlashgunizcha olib kelib ko'rsataveramiz ham. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bunday qilamiz aka. 3 million 300 ming so'mdan boshlanar ekan. Demak, ishlari o'zini telefon nomeri ekraningizda bor. Telefon qilib Telegramda yozadigan bo'lsangiz, bemalol rasmlarni ham tashab, bemalol telefonlashib, hamma ma'lumotni beraveramiz telefon orqali. Gap bo'lishi mumkin emas. Hoji aka, sizga rahmat katta. Sizlarga ham rahmat. Sizlarni ko'p vaqtinglarni oldik. Mebel bo'yicha, stul bo'yicha bizdan olasizlarmi? Misol, mana shu video orqali olasizlarmi yoki bo'lmasam o'zingizlar ko'rib qanaqadir viloyatinglarda, shaharlarda joylashgan magazinlardan olasizlarmi? Sizlar uchun to'liqroq ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Machalkani plotniligini so'rab olasiz kerak bo'lsa, yog'och 100% yong'oqmi yoki boshqa narsa qo'shilganmi, xullas, mana shu narsalarni so'rab olishga, demak, sizda shu 15 minut vaqt mobaynida baza bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasiz, kommentariyada o'zingizning xulosalaringizni yozib qo'yasiz. Biz siz bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat sizlarga.